Rossiya qamoqxonasini titratgan o'zbek. 5-qism. Ortimga o'girilib, past bo'ylining bo'yniga musht tushirdim. U o'rnidan turishga da ulgurmay, xuddi yo'tal tutgan qo'y kabi o'tirgan joyida silkina boshladi. Qirra burunga esa 2 marta tirsaklashim kifoya qildi. Og'zi burni qonga bo'yalgan mahbus g'ujanak bo'lib olgancha polda tipirchilay boshladi. Chandiqli mahbusni yana kaltaklay boshladim. Kutilmagan oyoq zarbamdan chandiqli orqaga ag'anadi. Men bu zarbalarni shu qadar tez yo'lladimki, mahbuslar baqir-chaqir qilishga fursat topa olmay qolishdi. Uchalasiga yana 1-2 tepkidan hadya qilib o'chirgach, o'zim nazoratchini kameraga chaqirdim. Oho, zo'rsan-ku. Kirib kelgan nazoratchi polda dumalab yotgan 3 mahbusga ko'zi tushgach, bosh chayqay ortga tislandi. Payqadimki, u navbatchilik qismi boshlig'i Vasiliy Ivanovichga xabar berishga ketdi. Yana karserga tusharkanman-da. Ko'nglimdan kechirdim men. Qanday kunlarga qoldim o'zi? Nahotki bir umr azobda yashasam. Qachon odamlarga o'xshab men ham ozodlikda yuraman? Qachon bemalol oyog'imni uzatib o'z uyimda uxlayman? Adashmagandim. Ko'z ochib yumguncha kameraga nazoratchini ergashtirib, mayor kirib keldi. U aftini bujmaytirgancha bir behush yotgan mahbuslarga, bir menga nazar tashlab oldi. Shu asnoda nazoratchi mayorning qulog'iga nimadir deya pichirladi. Ikkovlashib ovozsiz kulib olishgach, mayor men tomon yuzlandi. Xo'sh, yoqdimi senga bu kamera? So'radi u jiddiy tortib. Kameraning yaxshi-yomoni bo'lmaydi. Javob qildim xotirjamlik bilan. Shunaqami? Yaxshi. Seni eski joyingga olib kirishadi. Qani ko'ramiz o'shanda. Mayor ortiga o'girilib, nazoratchiga buyurdi. Olib ket buni. Manavlarni karserga qamab qo'y. Tezroq o'ziga keladi. Men mayorning bu gapidan so'ng ancha yengil tortgandek edim. Har qalay Matvey, Arsen va Timofeylarning kamerasi tinch. Qolaversa, ular boshimdan o'tgan ishlardan xabar topishgandir. Baribir hurmatimni joyiga qo'ymasdan iloji yo'q. Nazoratchi kamerani ochdi. Men boshimni mag'rur ko'tarib ichkariga kirdim. Negadir kamerada qariya ko'rinmas. Arsen va Matveylar qarta o'ynash bilan band. Timofey kravatda yotgancha ularning o'yinini kuzatardi. Meni ko'rgach, birinchi bo'lib Arsen o'rnidan turdi. Sen? Menga yaqin keldi-da, 2 qo'lini beliga tirab so'radi u. Nega seni bu yerga olib kelishdi? Arsen deya ko'rishish niyatida qo'l cho'zdim. Salom. Afsuski qo'lim havoda muallaq qolib, Arsen ortga surildi. Qo'lingni tushirib ol, dedi u do'g'aralash. Kimligingni bilasanmi o'zi? Bu nima deganing? Hayron bo'lib qolganlarga bir-bir qarab oldim men. Kimligimni yaxshi bilarding-ku? Yo unutdingmi? Yo'q. Sen ilgarigi Murod emassan endi. Kutilmaganda dast o'rnidan turib bizga yaqinlashdi Timofey. Erkaklarni sharmanda qilgan bir xoinsan. Nima? Bu gapni eshitib yuzimdan qon qochdi. Timofeyni urishga chog'landim. Lekin Arsen bilagimdan tutib to'xtatdi. Sen ko'pamchiranaverma, dedi u hiyla ovozini pasaytirib. Sendaqalarning ko'pini ko'rganmiz. Istasak shu kecha o'ligingni olib ketishadi. Undan ko'ra sotqinligingni bo'yningga ol-da, aytganimizni qil. Shunaqami? Hozir ko'rsatib qo'yaman senlarga. Men Arsenning qorniga mushladim. Ketidan Timofeyga tashlanib, uni polga mahkam bosib oldim va bo'g'a boshladim. Omad mendan yuz o'girdi. Orqadan Arsen tepamizga kelib, qandaydir jism bilan belimdan to'xtovsiz savalay boshladi. Bu kaltaklar naf bermagach, boshimga zarba berdi. Hamma yog'im qonga belandi. Bilagimdan kuch ketib, bo'shashgancha cho'zilib qoldim. Arsen esa hamon kaltaklashda davom etar,
Hech kim uni to'xtatishga urinmasdi. Tirikmisan? Oradan qancha vaqt o'tganini bilmayman. Ko'zimni ochganimda tepamda Arsen turardi. Senga nima? Dedim alam bilan uning ko'zlariga boqib. Qochir oparamdan iflos. Iye Arsen, nima deyapti bu? Shu choqqacha aralashmagan Matvey o'tirgan yeridan sakrab turdi-da, Armanning qarshisida hozir bo'ldi. Hey, iflos deb haqorat qilsa ham indamay qarab turibsanmi? Ruxsat ber, buning abjag'ini chiqaray. Yo'q, o'ldirib qo'yasan, dedi Arsen. Hozir o'rnidan turib kamerani tozalaydi. Undan keyin hojatxonani sovullab yuvadi. Ovora bo'lasan. Men bazo'r o'rnimdan qo'zg'alib o'tirib oldim. Senlarga malaylik qiladigan ahmoq hali tug'ilmagan. To'ritdan tarqagan. Matvey tepmoqqa shaylandi. Ko'tarilgan oyog'ini ushlab qoldim. U chalqancha polga quladi. Ana endi jim o'tirishga fursat yo'q edi. Tishimni tishimga bosib o'rnimdan turdimda, qo'limga stol ustidagi temir kosani oldim. Qani, endi bitta-bitta kelaver. Bu gal rostakamga mushtlashib boshlandi. Faqat Timofey aralashmas, kravatga yastanib olgancha men kaltaklayotgan ikki mahbusni kuzatardi. Nima shovqin, nima bo'ldi? To'satdan kamera eshigi sharaqlab ochilib, mayor ketidan ikki soqchi kirib kelishdi. Bu lahzada Arsen bir burchakda yorilgan boshini changallagancha o'zicha nimalardir deb g'o'ldirar. Matvey qorni aralash kelib tushgan to'xtovsiz zarbalar tufaylimi zo'rg'a nafas olardi. Uchalamiz ham soqchilarning rezina tayoqlari yomg'iri ostida qoldik. Hash-pash deguncha ular meni devorga tirab, qo'llarimni kishallashdi. Buni stakanga tashla, buyurdi mayor sovuqqonlik bilan. Jonga tegib ketdi, yaramas. 5 soatdan kam o'tirmasin. Xo'p bo'ladi, o'rtoq mayor. Soqchilar qadlarini g'oz tutgancha mayorga javob berib, meni tashqariga sudrashdi. Bu buyruq naqd yuragimni teshib o'tgudek bo'ldi. Endigina yo'talim pasaygan bir paytda qaytadan stakan balosi boshimga yo'liqmoqda. Ertaga holim ne kechadi? Tag'in o'pkamning shamollashi qaytalanadi. Do'zax azobini torta boshlayman. Xudoyim, xayolimdan iltijo qilib borardim men. Neki azobing bo'lsa hammasiga roziman. Faqat meni shu baloga giriftor etmagin. Tibbiy muolajalar xonasi eshigiga yetib keldik. Bu yog'i stakangacha deyarli bir qadam. Hov ana bu burchakdagi temir eshikni ochsa bas. Shu topda tibbiy muolajalar xonasi eshigi ochilib, men uchun juda qadrdon, suyukli inson Yelena chiqib keldi. Ha, u meni ko'rdi va birdan to'xtab, yaqin kelishimizni kuta boshladi. Ko'z ko'zga tushdi. Yuragim qinidan chiqqudek tipirchilar, tilim hatto salom berishga ham aylanmasdi. Murod? Xayriyatki, Yelenaning o'zi birinchi bo'lib so'z qotdi. Tuzukmisiz? Qayerga olib ketishyapti sizni? Kechirasiz, to'xtashga haqqimiz yo'q, dedi soqchilardan biri Yelenaning so'zini bo'lib. Buni zudlik bilan stakanga tashlashimiz kerak. Nima? Qanaqa stakan? Aqling joyidami? Mahbus muolaja olish kerak-ku. Ahvolini qara. Vasiliy Ivanovichning buyrug'i, javob qildi soqchi. Buyruqni ado etishimiz shart. Bekorlarni aytibsan, dedi Yelena meni qo'ltig'imdan olib. Qani, kishanni yech. Haqqim yo'q. Yech dedim senga, o'zim javob beraman. Soqchi istar istamas kishanni yechib ortga surildi. Agar biror gap bo'lsa, bu yog'i bilan ishing bo'lmasin. Bor postingga. Xo'p bo'ladi. Hayratdan yo'qovushli yozgandim. Yelenaning turmadagi obro'si shu qadar balandmi? Qanday baxt. Yuring, tez kravatga yoting, deya meni muolajalar xonasi tomon boshladi u. Bular naqd hayvonning o'zi. Yaxshiyam chiqib qoldim. Bo'lmasa o'ldirib yuborishdan ham toyishmaydi surbetlar. Ochig'i Yelenaga itoat etib
yuragimni battar qo'rquv qamrab olgandi. Hali zamon mayorning bu xonaga bostirib kirishidan, meni sudragani yetmaganday Yelenani ham turma boshlig'iga chaqishidan cho'chidim. Shu ko'yi 2-3 soatcha yotdim, lekin hech kimdan darak bo'lmadi. Yelena xotirjamlik bilan shpritslarni qaynatar, gohi-gohida men tomon ko'z tashlab jilmayib qo'yardi. Jilmayishi o'ziga shu qadar yarashib turardiki, axiri shunchaki qarab yotishga bardoshim yetmadi. Sizga bir gap aytsam maylimi? So'radim ehtiyotkorlik bilan. Gapiravering, dedi Yelena dorilarni saralashda davom etarkan. Nega jim bo'lib qoldingiz? Yelena, men sizni yaxshi ko'raman. Nima? Yelena shunday degancha o'rnidan turib ketdi. Axir hammasini bilasiz-ku. Yaxshi ko'rishimni bilasiz-ku. U qarshimga kelib kravatning bir chetiga o'tirdi-da, bilagimdan tutdi. Qo'ying. Hozir bu gaplarning mavridi emas, dedi jiddiy ohangda. Shundoq ham meni deb ancha jabr tortdingiz. Siz uchun tog'ni talqon qilishga ham tayyorman. Bu azoblar nima bo'pti? Murod, siz qochishingiz kerak. Qochish? Qayerga? Nimaga? Ishoning, sizga yordam bermoqchiman. Aks holda sizni bu yerdagilar o'ldirib yuborishadi. Tushunsangiz-chi, men hammasini eshitdim. Boshingizdan nima ishlar o'tganidan allaqachon xabar topganman. Shuning uchun ham erimning marosimlarini o'tishini kutib o'tirmay ishga chiqdim. Qanday qilib qochaman? Erta-indin sud bo'lish kerak-ku. Bu yog'ini menga qo'yib bering, dedi Yelena ovozini pasaytirib. Hammasini o'zim tashkil qilib beraman. Sizchi? Keyin sizni ko'ra olmaymanmi? Unday demang. Meni boshingizga urasizmi? Hali yoshsiz. O'zingizga mos qizni albatta uchratasiz. Menga boshqasining keragi yo'q. Bo'pti. Bu haqda keyin gaplashamiz. Hozir o'zingizni ruhan tayyorlang. Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Mabodo qo'lga tushib qolsam-chi? Qo'lga tushmaysiz. Men aytganday ish tutsangiz qutulib ketasiz. Qani endi yotib uxlang. Yarim tunda uyg'otaman.